Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun litiy polimerniy akkumulyatorlar haqida gaplashamiz. Bu akkumulyatorlar hozir deyarli hamma joyga ishlatiladi, ya'ni batareya bilan ishlaydigan, akkumulyator bilan ishlaydigan texnikalarga. Masalan, telefonlarimizni 95% adashmasam, mana shunaqa akkumulyatorlardan tashkil topgan. Har xil AirPodslarimiz, powerbanklar, har xil shunaqa avtonomniy texnikalar, kichkina gadjetlar mana shunaqa akkumulyatorlardan tashkil topganda, mana shunaqa akkumulyatorlar ishlatilinadi. Lekin bu akkumulyatorlarni bunchalik keng foydalanilganiga qaramay, buni ishlatish juda qiyin masala. Foydalanishlik uchun alohida zaryadlovchi plata kerak bo'ladi. Zaryadniy mikrosxema deydi-ku, o'shanaqa narsa. Bu akkumulyatorlar tok напряжение tushib ketishiga ham juda sezgir, напряжение ko'tarilib ketishiga ham juda sezgir. O'zini to'g'ri uslubida zaryadlamasa, juda tezlik bilan ishdan chiqib qoladi. Keyin mana unday qilib akkumulyatorni o'zidan ikkita sim chiqarib olib ishlata olmaysiz. Men shunday qilaman deb nechtasini ishdan chiqarganman. Bunday qilsangiz agar akkumulyator shunday chiqdiki, o'ziga kabel ulab, o'ziga sim ulab foydalanaman desangiz, siz buni boshqara olmaysiz, ishlataverasiz. Buni tok tushib ketadi, напряжение tushib ketadi. Oxirigacha 0 bo'lgandan keyin глубокий разряд deydi. Chuqur nima deydi? Chuqur zaryaddan qolgandan keyin buni tiklashlik deyarli imkonsiz bo'ladi. Ayniqsa bir 2 oy turgan bo'lsa tamom. Tiklanmaydi keyin. O'sha uchun har bitta bunaqa litiy polimerniy akkumulyatorlarga o'zini shaxsiy bunaqasi bo'ladi. Nima deydi? Zaryadniy mikrosxema. Agar bu narsa bo'lmasa, bir marta ishlatganga ishdan chiqarib qo'yishimiz mumkin. Asli bu litiy akkumulyatorlar, bularni to'g'ri zaryadlash, foydalanish, akkumulyator terish bu alohida bitta katta ilm. Buni nasib bo'lsa sekin-sekin birgalikda o'rganamiz.